Mana baliqlarimiz. Sazan. Yarim kilo chiqadi, yarim kilodan oshiqroq. Ichkaridan kichikroqlar bor, ularni qo'yib yuboramiz. Hozircha ochilish kuniga bu qalmoq sudrashini qat. Mana. Do'stim o'ynashyapti. Mana. Hozir natijalar mana. Natijalar ko'ringlar mana. Hozir tashuvni qalmadi mana. Mana akalar natijalar. Mana siraz mana natija bo'ldi mana. Bu mayda ekan. Bularni qo'yib yuborish kerak. Chunki ovchilar faqat katta baliq olinadi. Mayda baliq o'zlaring bilasizlar, vijdonlaring yo'q bo'lmaydi. Uvolda bu baliqlar. Mana olib qo'yib yuboramiz mana. Mana ko'ringlar, yemishda chuvachangga olyapti mana. Chuvachangga olyapti, sudrashini qaranglar. Bu baliqda kayfi mana shundada, qalmoqni sudraganda kayfi zo'r bo'ladi. Yana tashlaymiz mana qalmoqni. Tashlaymiz mana, joylashtiramiz. Keldi balig'i. Do'stim, sizga sog'lom yaxshimi? Mana endi sharoitlarni tushuntiramiz. Mana egasi shu yerda, shu yerda fermer xo'jaligi. Endi Kelaveringlar bemalol. sharoitlarni, summalarini aytib bersiz, qanaqa baliqlar bor bu yerda? Uni bola hal qiladi. Ana Hamidullo hal qiladi. Ha, Hamidullo o'zingmi? Assalomu alaykum. Aziz baliqchilar. 8 dan 5 gacha 50 ming so'm to'lovlari. Agar xarajat bo'lsa, ovqat yeb hamma sharoit bor. Sharoitlar bor ekan. Daraxtlarni ko'rsatmani, daraxtlar bor. Hamma sharoit bor. Mana shashlik qilib o'tiradiganlar bo'lsa, mana oshna og'aynilar, ulfatlar keladigan bo'lsa, mana ro'zalarimiz chiqib oldi, hayitlarimiz ham mana xudo xolasa ertaga chiqib ketadi hayitlarimiz ham. Bitta odamga 2 tadan qalmoqqa ruxsat. Bitta odamga 2 tadan qalmoqqa ruxsat, baliq xohlagancha tushaveradi. Amur, sazan bor. Oq baliq ham bor ekanu. Oq baliq ovchilar biladi, baliq qalmoqqa qaramaydi oq baliq. Sazan bilan amur bor. Mana sharoitlar ikki tomonlama o'tirsanglar bo'ladi mana. Menda qarasa bo'lmaydi aytib. G'ilobotchilik bo'lmaydi bu yerda. Xohlagan yemishlaringga tushaverasizlar. Kelib joylashaverasizlar. Biz hozir mana 1-2 soat natija qilib ko'ramiz. Natijalar mana ko'ryapsizlar. Qalmoq tashab turib, telefonning kamerasini yoqishimga o'zi sudrab ketdi bitta. Baliqlar kunda to'kiladimi? Kunda to'kamiz. Hamid, qayerga ketding? Bu yerda boshqaruvchisan bo'lsang. Kunda necha kilo to'kib berasan? Kuniga 100 kilogacha harakat qilamiz. 50 kilodan 100 kilogacha harakat qilamiz. O'zi batta o'zida bir 2 tonnadan ortiq balig'imiz bor. Nesni balig'i? Yog'siz baliq ekan. Hozir ushlab ko'rdik, yog'siz baliq ekan haqiqatdan. 2 tonnadan ortiq baliq bor. Bog'lasa ushlagan odam bir 20 ta, 15 ta ham ushyapti. Shunga qara mana. O'zing ham tashlading, ko'rding baliq. Hozir tashashimiz sira sudrab ketdi. Bugun chisla necha? Bugun 31-a? 31. Mana hozir yana sudrashni boshlanadi. 31-marta xudo xolasa kelaverasizlar. Ular mana xudo xolasa qiziqarli bo'ladi bunda. No'shlarimiz ham bormi, yo'qmi? Yo'q, faqat hozirgacha kunduzgi. Endi sharoitga qaraymiz, no'shni ham ochishga harakat qilib ko'ramiz. Men asosiy ko'p odamlar ishda bo'ladi-da. Bir kelishsin, bir ko'rishsin. Kelib ko'ringlar mana hozir. Kamerani o'chirmay turamiz. Yana bir natijalar qilib ko'ramiz hozir mana. Shuradaga qalay bo'lyapti aka? Shuradaga gapirib turasiz a? Yaxshi bo'ldi. Mana men keldim bir pas ichida shu 20 minut bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasam 20 minutdan bo'lgan 3 ta oldim, bitta katta qochirib yubordim. Kattani olaman. Menga telefon qilganingizda chiqdi deyapti o'zingiz. Kattani hozir kattani olib telefon qilaman dedi. Yozamonda ketyapti siz o'shanda. Bitta kattani qochirib yubordim. Tushib ketdi, kattani ola olmay qoldim. Bitta serob, men o'zi eskidan bitta fermer oshnam bo'ladi, o'rtog'im bo'ladi. Qolagan paytda chaqiradi, kelaman. Shu 5-6 kilo, 3-4 kilo bitta desa bitta ushab beraman, ketaman. Bu yerda baliq zo'r baliq. Mana ilgari kuni ham baliq tashagan ekan. O'zi meni hovuzning ichida o'zi o'shancha baliq bor bu yerda. Ba'da baliq. Bu yerda baliq ko'p, ancha yildan beri baliq bu yerda o'zi yaxshi chiqadi. 5 yillik? Bitta 10 kiloga do sazanlar bor ekan bu yerda.
bitta 10 kilodan ortiqroq sazan bor, bitta ikkita amur bor kelgan. Ular 8 kilodan ortiq. Ularga mumkin emas. Ular qoladi zakinda. 2 dona qoladi shu. Kattasi. Ha, o'sha Zakinni ko'rkida bu. ikkita kattasi bor, o'shalarni kim ishida qashab o'rniga tashlaydi yana qaytarib. Joy ilashib, bunaqa qilgan sharoit vaqti buda. Tayda hasha-pasha yo'q. Katta baliq chiqib qolsa, aytganda u ovchilar ushlaganini olib ketaman dedi. Misol, o'sha katta baliqni o'rniga yo besplatniy qilib berasanmi, yo biranta baliq. Biranta baliq olaveradi-da, sabab ikkita yaxshi bir zakinni ko'rki, bir 10 yil bo'ldi-da bu baliqlarga. Qolganlari Yemishini bitta ko'rib qo'yaylik, hozircha sudrab qo'yib yubordi-da. Ha. Hali katta kiloli baliqlarda aytib qo'yin ekan, 11 kiloli, 8 kiloli. Ha, shu 11 kiloli, 8 kiloli, ikkita 3ta bor. U zakinni ko'rki. O'shani kim istasa, bergan 50 mingni qaytarib beriladi deb qo'yib. Ha. Bergan o'sha 50 ming pulini qaytarib beriladi deb qo'yib. O'sha katta baliq kim istasa. Ha, siz javob qaytarib qo'yish bo'lmas yana. Yo, bir marta ilingan baliq qaytarilgan dedi. Boshqa joylarga ham tashab ko'ryapmiz. Nima yoki ayta natija bo'ldi-da. Birga ko'llarda aytilyaptiki, o'rtada chiqyapti, ikkala chekara chiqmayapti, deyishyapti. Shuning sababiga hozir aytib ushlab ko'rdim, chiqdi. Endi batga ko'chib ko'rdim. Men batga ham natijalar ko'ramiz hozir. Xudo xolasa chiqishi mumkin. Nimaki zo'r borana. Hamid qancha bir 200 metr keladi uzunligi? Ha, 200 metrda to'la baliq aytdi, kamida 5 tonna baliq bor deyapti. Eng kattasi 12 kilogada sazan bor deyapti. Ikkita gigant baliq bor ekan. Shuni ushlagan odamga bu baliq qo'yib yuboriladi. O'sha kuni to'lagan puli qaytib beriladigan bo'lyapti. Kelaverasizlar. Lakasalarni Telegram gruppamizga qoldiramiz. Farg'ona Fisherman yozsanglar, Telegram gruppalarimiz bor. Kirsanglar, lakasalar hamma joylashtiriladi. Hozircha turaylikchi, natijalar bilamiz. Hozircha videoda pauza qilib turamiz. Video davomida hozir do'stim bitta sazan ushladi, kichkina ekan, qo'yib yubordik. Yana bitta ushladik. 1,5 kiloga yaqin, uni setga solib qo'ydik. Tak pachon tursin. Bittasi 1,5 kiloli ushlaganmiz, qo'yib yubordik. Endi to'g'risi 1,5 kiloli baliqlarni men ham olmayman-da. Karas bo'lsa ekan, olsanglar to'g'ri keladi. To'g'rimi do'stim? Sazanchi katta bo'ladigan baliqda karaslar uncha katta bo'lmaydi-yu. Karas shirin baliq, u kichkinasini ham misol yosh bolalarga pishirib bersa ham tiqilib qolmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Mazza qilaydi, shirin baliqda karas. Sazanni qo'yib yuborish kerak o'zi maydalarni. Bir xil o'lchilar bor, 1,5 kilolilarni ham oladi. To'g'ri, o'zimiz ham olib yurganmiz paytida. Lekin aqlimiz yetib qo'ygandan keyin olmay qo'ydik. Yana do'stimnikidan, menikidan hozircha jimchit. Hali endi 2 marta tashlashimga oldimi? Ikkala qalmadi ham. 1 minut ham bo'lmadi. Xudo xolasa hozir kuzatib turishlar, do'stim bilan bugun dam olgani o'z Selinniga ketayotgandik. Yo'lda telefon qilib qolgan, ko'l ochilyapti, obzorini qilib berasiz deyishdi. Men qaytib keldik. O'zimiz qishloqda ekan mana. Mana ado olsa yana yangilik bo'ladi. Xudo xolasa tortyapti mana. Tortdimi? Tortyapti. Yana bitta sheriklarimiz naryoqda o'tirishibdi. Bo'p qolsa ularga ham borib ko'ramiz. Asalaricha tevasi loyiqaroq qopdi. Shu loyiqalar tayida kattalari ham ular. Orasi natija bo'lib qoladi. O, tortyaptimi? Tortyapti. O'sha o'rganib olding-a, qanot tortgani tortishda. Do'stim yangida. Biz shopirlarga yangilikda. Ha, bu ham qiziqi do'stim kanallarni kuzatib yurar ekan. Do'stim meni ham olib chiq deganiga bugun sherik bo'lib chiqdi. Ammo bitta ushadi. Xudo xolasa yaxshi ekan. Mana ko'lni maqtashdi, mana kelib ko'rdik, haqiqatan maqtagancha bor ekanman. Yaxshi. Endi har minutda ham chiqaversa ham bo'lmaydi, odam baliq shu zerikadi. Endi tortakani qalmada qimirlatma do'stim. Men qo'lingni ushlab olasan-ku. Yurak urishingdan baliq sezadi-da, u ana sudrayapti.
sazanlar bolalabdi-da. Hozir mana video boringizda mana hozir ko'rib mana olib turibsiz. Agar hozir chiqsa mana o'zing guvoh ham bo'lasizlar uni hozir. Kuzatib turibmiz hozir pokda. Ama cho'lchani tashladik. Do'stim, men qalmog'im olsam nariroqqa tashlab qo'yaymikin, nariyalardan ham ko'raychi, ha? Mari yangilik. Tashlagan joyidan barib olyapti. Do'stim, iloji bo'lsa shu qalmog'ingizga qo'yib turing-da. Bitta qo'lda uchuqur joyda eplash qiyin-da. Orqa kamerani tashlab. Ko'p joyda ko'llarda ayta chiqyapti, bayta chiqyapti. Hozir anetdan bitta tushadi, aytdan bitta tushadi. Bitta ushlaganimiz yo'q. Mana boshqa joyga tashlab ko'ramiz. Nima deysan? Uyda tashlab qo'yamiz-ku ko'llarga. To'g'rimi do'stlar? Albatta. Siz bilasizlar mana. Ushalmaganlar g'irrom qiladi-da. Aytda ekan baliq, baytda ekan baliq deydi. O'shaning uchun har qayerga tashlab ko'rsatib beramiz. Mana hozir yangi joyga tashladi do'stim ham. Mana tashladik, hozir bilamiz. Baliq faqat mesli baliq. Qari chavaqligida boqish boshlangan. Juda kattalari bor. 5 yillik baliq bo'lsa, ushlab 5-6 ta 10 kilolik baliqlar qopti. O'shaning odamga video davomida aytib o'tdim. Puli qaytib beriladi. O'sha 50 ming so'm kirgan kuni besplatni o'sha baliqni qo'yib yuboradi. Bu baliq o'zi mesli baliq ekan. Baliqlar hamma podani ligrovchi bo'ladi-yu, balki baliqdan ligrovchi o'sha baliq ekan. Tabiiy chekroq tashlab ko'raylik-chi. Ha. Chuqurimiz 1 metrdan 2 metrga doğru boragan chuqurli joylari. 1 metr qilib tashladim, to'kim oqyapti. Ko'ramiz hozir yana. Suv yangi, mana baqaton bo'lmagan zo'rda, zo'rlar top-toza. Ne zo'rlar top-toza, boshqa joylarda ilashib netib qamich bo'ladi, o'tin bo'lib ketadi, teraklar tomiri bo'lib ketadi, keyin baqaton bosib ketadi. O'shana bo'lib ketadi-da, ko'p zo'rlar. Mana o'vchilar borib, zo'r top-toza bo'lsa, qalmog'i ilashmasa, ko'yni xira bo'lmaydi-da. Xullas biz o'vchilarga qancha sharoit qilib bersang ham ayb topaveradi. Ushalmagan odam ayb qidiradi. Ushlagan odam u zo'r ekan. Bu haqiqat. Takbatda ham tortmadi. Biz endi sabr qilamiz. Просто videoga tashlab qo'yiladi. Katta baliq yeb, katta qaraydi. Seriallar ikkita sayozroq ekan shunga. Naborot baliq chuqurroq ekan shunga. O'qiyapti. Sazan asosiy yerdan oladi-da, do'stim. Sazan asosiy yerdan oladi. Chicha sayoz bo'ldi. Shu chuqurroqlar. Endi nariroqqa tashlaylikda. Mana yo'qdi. 10 cm ko'taruvdim-mi? Men do'stim ketdi, qalmog'ini ham ko'rib kelaylikchi. Ungada buni ham tortib qolaman. Ko'k chiqib qopti. Do'stim bilan bugun bir dam olamiz.
Zato fachum bor-ku. Patim bor. Farg'ona Fisherman kanalini kuzatib, podpiskalar bosinglar, do'stlarga ulashinglar. Bizning mehnatimizni ham baholab ketinglar. Ko'proq odam ko'rish uchun podpiska, layklar bosib turinglar axir. Biz ham xursand bo'lamiz. Yangi videolar qo'yib turamiz. Mana tegmabdi. Bu simini ocha olasiz do'stim. Mana buni ochib turib, ne qayrasida o'g'atni qo'yib yuboring. Uni ushlab oling. Shuni irg'itasizda, irg'itganingizda qo'yib yuborasiz ilkani. To'xtayman, olib tashlang. Cho'pagini. Mana. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Endi simini qaytarib yopib qo'ying. Bu sudrayapti. Biz ko'ramiz. Sudrayapti. Aytayki 10 kilosini shu osmon. Ancha sudrayib ketdi. Yo'q. Hozir kamera aqaba qilib ketyapti. Qarmoq tashib olaylik. Mana tashladik. Hozir ko'ramiz. Do'stim endi qalmog'iga qarab qolib ketib qoldi. Bitta pastapga olsam bo'lagan telefon qo'ygan. O'zim yakka qiynalib qolargan. Kunlar zo'r isayapti. Mana bugun yerga tegizib qo'yganman-da. Hozircha jimjit. Yaxshi sudradi, ulgurmadim-da. Yana tortyapti. Sazanning maydasi ham bor ekan. Bolalagan-da. Bunaqalar qo'yib yuboramiz ona. Sazan o'ta sho'q. Yog'li baliq masakan. Ko'kimga qarab, telefonga qaramay qolibman. Mana zo'rlar, non tashab qo'yishibdi. Prosta aytdi, hobbiga tomosha qilishadi-da. Shunga baliq chiqyaptimi, tevaga yo'qmi deb qo'yib qo'yishgan. Bugun ochilish kuni. Bundan xudo xolasa ko'lda ochamiz. Mana dala joy, salqin. Sharoitlar udar bor va shi maza qilasizlar. Xudoga shukr. Ko'llar ko'paygani yaxshi. Maza qilib dam olasiz. Ishdan keyin kelib 1 soat o'tirsangiz ham miyangizni masaj qilib uyga borib, hech narsa bo'lmaganda hamma yo'qni unutib boraverasiz uyga. Mas'ullar bir chiroyli turibdi. Joyni o'zgartirdim. Mayda uryapti. Yaxshi tortyapti. Sazanning maydalari ham bor ekan-da. Xudo xolasa ko'ramiz. Sudrab borsin. Qani boschi mujik. Sudrayapti-da? Sal sudrayapti. U ko'rmagan navbatda barilar.
qabza qilib turamiz, ko'ramiz.